Assalomu alaykum hurmatli ishtirokchilar. Bugungi mavzu xatoliklarga bardosh berish, fault toleransi. Zamonaviy hisoblash tizimlarida xatoliklarga bardoshlilik konsepsiyasi tizimning uzluksiz ishlashi va yuqori ishonchliligini ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Bunda xususan checkpoint restart texnologiyalari hisoblash jarayonining oraliq holatini saqlab, nosozlik yuz berganda tezkor tiklash imkonini yaratadi. Shuningdek, xatoliklarni aniqlash algoritmlari, masalan, monitoring agentlari va o'zaro tekshirish mexanizmlari tizim komponentlaridagi nosozliklarni erta aniqlashga xizmat qiladi. Avtomatik tiklash mexanizmlari esa aniqlangan xatoliklarni izolyatsiya qilib, xizmatlarning uzluksiz davom etishini ta'minlaydi. Bu esa katta hajmdagi hisoblash infratuzilmalari uchun strategik ahamiyatga ega. Xatoliklar tizimning noto'g'ri ishlashiga, ma'lumotlarning buzilishiga va xizmatning to'xtashiga olib keladi. Ularni tezkor aniqlash muhim. Xatolik tizimning ichki holati, xato, noto'g'ri klimat, nosozlik, tizimning ishdan chiqishi. RT funksiyasi tizimning vaqt davomida to'g'ri ishlash ehtimolini bildiradi. Bu ishonchlilikni o'lchaydi. Xatolikni aniqlash bosqichlari tizim ishonchliligini oshirishda muhimdir. Error deteksion monitoring va diagnostika vositalari orqali amalga oshiriladi. Zarar baholashda xatolik ta'sir qilgan komponentlar aniqlanadi. Error recovery xavfsiz holatga qaytarish va ma'lumotlarni tiklashni o'z ichiga oladi. Fault treatment xatolikni bartaraf etib, xizmatni to'liq tiklaydi. Tizim ichidagi xatolik oqimi diagrammasi nosozlikni aniqlashdan boshlab uning izolyatsiyasi, diagnostikasi va tiklanishigacha bo'lgan bosqichlarni ketma-ket yoritadi. Ushbu jarayon murakkab boshqaruv mexanizmlariga tayangan holda tizimning uzluksiz ishlash qobiliyatini ta'minlaydi. Diagrammadagi har bir bosqich xatolikning tabiati va ta'sirini minimallashtirish, operatsion muhitni imkon qadar tez tiklash hamda ma'lumotlar yaxlitligini saqlashga qaratilgan. Bunday yondashuv yirik hisoblash infratuzilmalari, bulut platformalari va klaster tizimlarida umumiy barqarorlikni oshirishda muhim ahamiyatga ega. Checkpoint bu dastur holatini ma'lum bir vaqt momentida diskka yoki turgun xotiraga saqlash jarayoni. Bu snapshot orqali tizim holati saqlanib qoladi va kerak bo'lganda tiklanadi. Restart mexanizmi esa xatolik yuz berganda tizimni oxirgi muvaffaqiyatli saqlangan checkpoint holatidan qayta boshlash jarayonidir, yo'qotilgan ma'lumotlarni minimallashtiradi. Koordinatsiyalangan checkpointingda barcha jarayonlar bir vaqtda muvofiqlashtiriladi. Bu global izchillikni ta'minlaydi va domino effektini oldini oladi, lekin sinxronizatsiya averhiyadini oshiradi. Koordinatsiyalanmagan checkpointing esa mustaqil jarayonlar bilan past averhiyat va yuqori moslashuvchanlikni taklif qiladi, lekin domino effekti xavfini oshiradi va murakkab tiklash algoritmlarini talab qiladi. Katta hisoblash tizimlarida checkpoint restart texnikasi muhim rol o'ynaydi. Fixed performance computing tizimlarida optimal checkpoint joylashuv xatolik ehtimolini kamaytiradi. Interval sozlash tizim xatoliklari chastotasiga mos ravishda tanlanadi. Bu esa ishlash samaradorligini oshiradi. Checkpoint strategiyasi ishonchlilikni oshirib, uzoq muddatli hisoblashlarning muvaffaqiyatini kafolatlaydi. Checkpoint jarayoni hisoblash tizimlarida ishonchlilikni ta'minlashning asosiy mexanizmlaridan biri bo'lib, unda dastur bajarilishining joriy holati batafsil saqlanadi. Bu jarayonda operativ xotira mazmuni, registrlar qiymatlari, ochiq fayllar to'plami hamda tarmoq ulanishlariga oid ma'lumotlar maxsus formatlarda arxivlanadi. Tiklash bosqichida ushbu saqlangan strukturalar qayta yuklanib, dastur avvalgi aniq nuqtadan davom ettiriladi. Mazkur texnika murakkab muvofiqlashtirish mexanizmlarini talab qilsa ham, katta miqyosli tizimlarda nosozliklarning salbiy ta'sirini kamaytirib, uzluksiz ishlash samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Zamonaviy fault toleransiya algoritmlari katta miqyosli mashina o'rgatishda muhim rol o'ynaydi. Fault tolerant va lotal-stiloti algoritmlari kam tarmoqli aloqalar uchun yarim sinxron treningni ta'minlaydi.
Torchiv texnologiyasi PyTorch asosida yuqori samaradorlik va tezkor tiklanishni ta'minlaydi, tarmoqli avariyalarni kamaytiradi va xatoliklarni tez aniqlaydi. Torchiv texnologiyasi bilan Llama modelini o'rgatishda 30 ta host server va 300 Nvidia Graphics Processing Unit ishlatildi. 2000 sun'iy xatolik kiritilib, past o'tkazuvchanlik sharoitida sinovlar o'tkazildi. Tezkor xatolik aniqlash va checkpointlarsiz tiklanish orqali o'rgatish jarayoni to'xtovsiz davom etdi. Tiklash vaqti 90 ga qisqardi. Bu esa an'anaviy usullardan samaraliroq ekanligini ko'rsatadi. Tastriam strategiyasi checkpoint intervalini dinamik sozlash orqali tizim samaradorligini oshiradi. Ushbu va xotira monitoringi resurslarni real vaqtda kuzatib, yuklama asosida checkpoint tetiklashni boshqaradi. Sekin tugunlarni aniqlash tarmoqdagi nosoz tugunlarni avtomatik chiqarib, tizim barqarorligini ta'minlaydi. Tastriam strategiyasi checkpoint yaratish vaqtini 38 ga, xatolikdan tiklanish vaqtini esa 33 ga qisqartirdi. Central Processing Unit va xotira yukini sezilarli kamaytirib, tizim resurslarini tejaydi. An'anaviy statik usullarga nisbatan resurs samaradorligini 40 ga oshirib, tizim barqarorligini yaxshiladi. Grid hisoblashda checkpoint va rollback mexanizmlari resurslar o'rtasida koordinatsiya talab qiladi. TS algoritmi vazifalarni parallel bajarish va xatolikdan tezkor tiklanishni ta'minlaydi. Resurslarni samarali boshqarish, dinamik resurs ajratish va load balancing grid muhitida fault toleransiya uchun zarurdir. Task Dependency Graph vazifalar o'rtasidagi mantiqiy bog'liqliklarni grafik ko'rinishda tasvirlab, qaysi jarayonlar parallel yoki ketma-ket bajarilishi mumkinligini aniqlash imkonini beradi. Ushbu model hisoblash jarayonining optimallashtirilishi va samarali rejalashtirilishini ta'minlaydi. Replikatsiya mexanizmi esa muhim vazifalarni bir vaqtning o'zida bir nechta tugunlarda bajarish orqali tizimning ishonchliligini oshiradi. Xatolik yuzaga kelganida rollback texnikasi avvalgi barqaror holatga qaytarishni amalga oshirib, vazifani qayta bajarishga sharoit yaratadi. Bu yondashuv tizim yaxlitligini va uzluksiz ishlashini ta'minlaydi. Kiberfizik tizimlarda sensor anomaliyalari muammosi mavjud. Checkpoint paradigmalari bu anomaliyalarni aniqlash va tuzatishda yordam beradi. Ferafik tiklash algoritmlari turli qatlamlarda ishlaydi. Har bir qatlam o'z checkpointlariga ega. Yer usti roboti sensor xatoliklariga duch kelganda checkpoint orqali ishonchli holatga qaytadi va navigatsiyani davom ettiradi. Kiberfizik tizimlarda resurs cheklovlari muhim rol o'ynaydi. Yuqori aniqlikdagi checkpointlar ko'proq xotira va markaziy protsessor talab qiladi. Bu esa muvozanatni topishni talab etadi. Kalman filtrlari bilan solishtirilganda checkpoint usullari ba'zi hollarda aniqroq, lekin ko'proq resurs talab qiladi. Embedded tizimlarda yengil checkpoint algoritmlari ishlatiladi. Real vaqtda monitoring tizim holatini doimiy kuzatib, xatoliklarni oldindan aniqlash imkonini beradi. Mashina o'rganish algoritmlari xatoliklarni bashorat qilishda yordam beradi. Tarixiy ma'lumotlar asosida anomaliyalarni modellashtiradi. Bulut tizimlarda avtomatik miqyoslash va replikatsiya yuqori barqarorlikni ta'minlaydi. Bu tendensiyalar fault toleransiya sohasini tubdan o'zgartirmoqda. Checkpoint restart texnikalari yanada samarali va adaptiv bo'lib bormoqda. Zamonaviy algoritmlar esa xatolikdan tiklash vaqtini qisqartiradi. Grid, thick performance computing va kiberfizik tizimlarda fault toleransiya muhim rol o'ynaydi. Mashina o'rganish va sun'iy intellekt texnologiyalari xatoliklarni oldindan aniqlashda yordam beradi. Bu esa tizimlarni barqaror va xavfsiz qiladi. Zamonaviy axborot tizimlarida fault toleransiya mexanizmlari tizimlarning uzluksiz, barqaror va xavfsiz ishlashini ta'minlovchi asosiy texnologik tamoyillardan biridir. Bunday mexanizmlar apparat va dasturiy xatoliklarni aniqlash, izolyatsiya qilish hamda avtomatik tiklash orqali xizmatning uzluksizligini kafolatlaydi.
Replikatsiya, checkpoint restart, xatolikni prognozlash va self-healing kabi yondashuvlar tizimning umumiy funksional ishonchliligini oshiradi. Raqamli xizmatlarning kundalik hayotdagi o'rni ortib borayotgan sharoitda fault toleransiya nafaqat texnik zarurat, balki jamiyat oldidagi ijtimoiy mas'uliyat sifatida ham talqin qilinadi. Shu bois, yuqori ishonchlilikka ega arxitekturalar zamonaviy infratuzilmasining ajralmas qismidir. Tizim arxitekturasini loyihalashda fault toleransiya mexanizmlarini boshlang'ich bosqichda hisobga oling. Monitoring, logging va alerting tizimlarini joriy eting. Tizim xususiyatlari va resurs mavjudligiga qarab optimal checkpoint strategiyasini tanlang. Torchshift, Tastrium kabi ilg'or algoritmlardan foydalaning va mashina o'rganish asosidagi bashorat tizimlarini integratsiya qiling. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.